uyda o'tirib qoldim deydi. O'sha paytda deydi nodonlik qilib ozgina ichkilikka berildim. Alamimni aroqdan oldim deydi. Yuragim siqilib, endi u paytda din rivojlanmagan, masjidlar bunaqa ko'p emas deydi. Odamlar ichadi deydi. Men ham ichkilikka berilib yurib bir kuni ayolim ota-onamni ko'rib keladi deydi, boraver dedim. Ketdi deydi. Xotinni olib kelgani mast holatda borsam, qaynatam o'tirgan joyida elimdek qilib qo'lini berib qo'ydi-da, eshikka chiqmadi. Xotinim men bilan birga chiqib turib, qaytib uyga kirib, otasiga, onasiga qarab turib shunday debdi. Ey otajon, ey onajon, men sizlarni hurmat qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Meni otamsiz, onamsiz. Ammo erimni behurmat qilmayman. Sizlardan so'ranaman, erim kelganda turib qo'yinglar o'rninglarga. Agar meni erimni behurmat qiladigan bo'lsanglar, meni kechirib qo'yinglar, mayli gunohkor bo'lay, bu uyga qaytib kelmayman dedi.